O'zbek futbolining xorijdagi eng yorqin vakillaridan biri Manchester City va O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov hayotida unutilmas va quvonchli voqea yuz berdi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videomiz kengroq tarqalishi uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Zaminus tahririyati futbolchimizning xonadonidagi xushxabar tafsilotlari bilan bo'lishadi. Yevropa yashil maydonlarida o'z mahoratini namoyish etib, millionlab muxlislar mehrini qozonib kelayotgan Abduqodir Husanov bugun ota degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. Iqtidorli himoyachimizning oilasida o'g'il farzand dunyoga keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratda Abduqodirning o'z jamoasi Manchester City libosida yangi tug'ilgan chaqaloqni mehr bilan bag'riga bosib turgani aks etgan. Muxlislar va mutaxassislarning fikricha, ushbu quvonchli voqea futbolchi uchun yangi kuch-quvvat manbai bo'ladi va uning maydondagi shijoatini yanada oshiradi. Eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanalimizda birinchilardan bo'lib kuzatib boring.